moliyaviy ham siyosiy yordam bergan, bizlarni qo'llab-quvvatlagan bu Turkiya. Men bugun yana aytganimni yana bir bor takrorlab aytmoqchiman. Yillar o'tadi, asrlar o'tadi, lekin o'zbek xalqi bunday yordamni hech qachon esdan chiqarmaydi. Shuning uchun bugungi kunda O'zbekiston oyoqqa turayotgan bir paytda, bozor iqtisodiga o'tayotgan bir paytda, o'zini davlatchiligini tiklayotgan bir paytda albatta yordamga muhtoj. Shuning uchun bizlar minnatdorchilik bilan Turkiya davlati bizga bergan yordamini qabul qilamiz. O'zbekiston Turkiya aloqalarini agarki bizlar hozir izohlab to'liq imkoniyatlardan foydalanyapmizmi yo'qmi deb savol bersak, men bu savolga bir xil javob berishim mumkin. To'liq imkoniyatlardan, salohiyatdan foydalanganimiz yo'q. Bizlar